Rangli homiladorlik haqida eshitganmisiz? Aniq eshitmagansiz. Agar qiziq bo'lsa, shu videoni oxirigacha ko'ramiz. Ko'pchilik bachadonda va bachadondan tashqaridagi homiladorlik haqida biladi. Lekin homiladorlikning bundan tashqari turlari bor. Homilamiz 2 haftalik bo'lganda va aynan hayz kelish kerak bo'lgan paytda ozgina qon sifat ajralmalar kelishi mumkin va ular har oy birinchi trimestrda takroriy bo'lib turishi mumkin. Bunday homiladorlik rangli homiladorlik deb ataladi. Bundan tashqari biokimik homiladorlik bor. Biokimik homiladorlikda homila bo'ladi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra bachadonga joylasha olmay hayz bilan chiqib ketishi mumkin. Bunda ozgina hayz kechikishi mumkin hamda homiladorlik testi pozitiv chiqishi mumkin. Buni hattoki homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollar bilmasligi ham mumkin. Undan tashqari kamalak homiladorlik bor. Bunda birinchi homilasi tushgandan keyin yoki nobud bo'lgandan keyin tezgina ko'tarib olsa, ya'ni homilador bo'lib qolsa, bunday homiladorlik kamalak homiladorlik deb ataladi. Siz esa homiladorlikni qaysi turlari haqida bilasiz? Izohlarda albatta yozib qoldiring.